Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agar dasturlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Endi o'tgan darsni qaytarib olsak, o'tganda havola tagi va atributlarni o'tgan edik. Shuni o'chirib turib buni endi nima qilamiz? Shift 1 bosamiz, enter. Har doimgidek badiiy ichidan yozamiz. A tagini bosib turib enter bosib o'zi chiqarib beradi. Endi Ctrl Ctrl yig'sak mana o'zini faylim bor edi, havolam bor edi. Endi buni bu yerga yozamiz. Qayerga olib o'tishini Voltix Marketga olib o'tadi. Endi bu enterni bossak, bu yerga tagini yozamiz, enter. Bu yerga yozamiz boshqacha. Endi buni go live qilsak, go live deganimizdan keyin mana havolamiz chiqadi. Mana Voltixdan ketib olsak, Voltix ketadi, mana lekin faqat qora bo'lib turibdi. Endi buni ham to'g'rilaymiz, hozir qaratilgan. Turib, menga paydan keyin style bor bersak, enter finish. Endi o'zi tengidan nimasini chiqarib berdi. Endi colorni bosamiz, colordan keyin bu rangni bosamiz, mana shu rangni bosdik. Endi oltib turib mana o'zgardi. Endi Voltix Marketga kirsak, Voltix Marketga keyin ham kiradi. Hozir server yaxshi ishlamayapti. Endi ishlaydi. Marketimizga ham kirib qoldi. Rasmlar ham chiqdi. Endi bu internetga joylanadi, hali beri joylangani yo'q. Shu bilan endi 4-darsimizni boshlaymiz. 4-darsda HTML atributlari va image medialarini taklarini o'rganamiz. HTML atributlari havola tagidir. Shift 1 bosamiz, enter. Bundan A bosib turib enter bossak, bu yerga havola yozsak bo'ladi. Endi havola hozircha o'zish kerak emas. O'sha yoqib turib bu yerga YouTube. Endi enter bosamiz. Image degani ochib olamiz. Enter bitta bosimiz bilan o'zi src'ni ham altini ham qilib chiqarib beradi. Src'ga biz bironta rasmni linkini tashlashimiz kerak bo'ladi. Biz hozir sizlar bilan endi tayyor ochilgan ekan, endi bu yo'lni mayli. Shuni ochib turib bu yerga image bu image qilamiz. Ne qiladi? Index qidirib turadi. Shunchiga Şeyden image sayıya çıktı. İnternet işleme yaptı. Şu bakalım önce. Yaxshi işleme yapıldı ya. Böyle işte. Telegram'dan olsa bo'laveradi. O'zi aslida обязательно Google'dan kerak, mana Google'dan chiqib qoldi. Telegram
Bu zaman şey yaptı değil. Şimdi resim fikri olan. Copy image degan bitta bosamiz. Altta turib kodimizni kirib olamiz. Ctrl V qilamiz. Chiqmaydi. Boshqatdan qilamiz. Copy link address deganni qilamiz. Copy link address degan. Altı qilsak keyingi qatorga tushirib beradi. Bu yerda endi qarang, Open with Live serverga bosamiz. Bu yerda YouTube deb nima yozgan edi, YouTube havolasi chiqdi. Endi biz rasmimiz nimaga chiqmadi? Bu yerga Osmonning rasmi bor. Ko'rsak bo'laveradi. Altitiga kabiroq ko'rsa bo'laveradi. Mana osmonni rasmi bor. Internet ishlamasa, o'zi chiqarib beradi. Chunki men hozir internet ishlamayapti, shuning uchun rasmni chiqarmadi. Lekin mana altni ichiga yozganimiz shu osmonni rasmi bor deb yozib qo'ydik. Chunki bu yerda kimdir internet ishlamay, menga ishlamay qolsa hozir ishlamasdan keyin bu yerda nima bor ekan deb kutib o'tirish shart emas. Bu yerda osmonni rasmi bor deb. Bu osmonni rasmi bor ekan deb keyin ko'raveradi. Bugungi darsimiz shu edi. Endi keyingi darsda ko'rishguncha deb qolamiz. Agar sizga video yoqqan bo'lsa like bosing, izohda savollaringizni yozib qoldiring, kanalimizga obuna bo'ling. Shuningdek videoni do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Kanalimiz dasturlash bilan iborat. Shu bilan xayr deb qolamiz.